Allah subhanahu va taolo aytibdiki, bir toifa insonlar keladi oxir zamonda. Shu o'tgan zamonidan so'ng qiyomatga yaqin bo'lib, mana biz ham shu qiyomatga yaqin oxir zamon ummatlarimiz shunday bir zamonda odamlar keladiki, namozni zoya qilishadi, benamoz bo'lib qolishadi, yo benamozga e'tibor bermay qo'yishadi, namozni pisand qilmay qo'yishadi. Namoz o'qisa ham bo'ladi, o'qimasa ham bo'laveradi, musulmonman deb yurishadi. Namozga o'ta ketgan beparvo bo'lishib, vattaba'u shahavat, buzuq ishlarga, fahish ishlarga, katta gunoh ishlarga berilib ketishadi. O'yin, kulgi, maishat, zino, buzuqchilikni juda oldingi bir o'zlarini ahamiyatli ishlaridan bilib, shunga tayyorgarlik ko'rib, shunga ishqivoz bo'lib yurishadi. Ammo Alloh taoloning buyurgan farz namozini beparvo bo'lishadi. Birodar azizlar, hayotda bir kichkina misol, mana shu maydonga bir joyni qilib 6 ta o'yinchi kelibdi, o'yinga tushib ashilla bo'lar ekan desa, hamma qumarliqni kichigi yosh keladimiz. Bir misolda tiqilib ketadi. Voh, o'yin kelibdi, tomosha kelibdi deb. Ammo masjidga har kuni 5 mahalga Allohu akbar, Alloh ulug', Alloh jon bergan senga, Alloh odam qilib yaratgan senga, Alloh hayot bergan, Alloh oxiri o'zi hayotda olib o'zini hukmiga olib ketadi. Ibodat qilgin degan chaqiriqqa 8 ta, 9 ta, 10 ta odam zo'rg'a yig'ilib keladi. Mana misol. O'yin, kulgi, maishat, buzuqchilikka xaridor ko'p. Poklikka, halollikka, to'g'rilikka, insofga, yaratganga boshni sajda qo'yisham, insof, ey insofli inson. Bu Xudoning havosini har daqiqada olib turibsan-a. Allohning nuridan foydalanib, nozi ne'matidan, suvdan, o'zing vujuding dunyoga kelib yashab, zaminida yer bosib yuribsan. Birodar aziz, insof qil. 10 minutga ya 15 daqiqaga kir, namoz o'qi. Allohning azoniga da'vat qilgin, chaqirig'iga labbay degin. Yo'q, namozni yengil hisoblashadi. Iymonlarini bo'shligidan, e'tiqodlarini susligidan namozni oxirgi o'ringa qo'yib, dunyoni bir tiyinlik foydasi yo'q, uni o'rniga tog' gunohlarni keltiradigan shahovatlariga ergashadi. Xudo aytibdiki, va sawfa yalqawna g'ayya, tez kunlarda ularga bir katta azob bo'ladi. Bu azob asosan qiyomatda g'ay jahannamning ichidagi juda qattiq jahannam. Uzoq, qiyomatda bo'lsa, uzoqkan demang. Jon chiqqan kun o'sha kun qiyomat o'zingizga. Har bir insonga joni chiqqan kuni. U qachon? Kechqurunmi? Ertagami? 10 kundan keyinmi? 1 oydan keyinmi? Yildan keyinmi? 10 yilmi? 20? Baribir bor bir kun. Bilmaysiz. Alloh tez kunlar ichida shu benamozlarga, namozni beparvo qarab yurganlarga bir azob bor deyapti. Balki shu dunyoda ham bor. Aniqrog'i oxiratda. Alloh taolo bu dunyoni sinovga qo'ydi bizni.